Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan Lel23 aviator prognoz kanalidamiz. Bugun yana DBBet kontorasida chiroyli kontent qilib, strategiyalar yordamida balansimizni 2x qilishni o'rgataman. O'rtoqlar, YouTube kanalimni ko'rib turibsizlar. Chiroyli sizlarga videochalar qo'yib bormoqdaman va maksimal podдержка, like, kommentariyani ayamasanglar, mana shu YouTube kanalimizni sizlarni podдержкалар bilan normal rekomendatsiyaga chiqib beradi. Eshikni bossanglar, bu yerda misol uchun Telegram kanalim silkasi bor, ustiga bitta bossanglar, barcha bookmakerskiy kontoralarni olasizlar va undan tashqari men bunaqa signallar berib boraman. Signallarda misol uchun 100% o'xshab berishligi nima uchun yuqori sababi promokoddan ro'yxatdan o'tsanglar, men bergan aviatorga signallarim 100% o'xshab beradi. Bo'lmasam ketdik, o'rtoqlar, 9.200.000 balans. Iloji boricha shu balansimizni ko'tarishga harakat qilamiz. Birinchi o'yinimiz par 7 natdan bo'ladi o'rtoqlar. Par 7 natda biz mana shu balansimizni 15 million qilib chiqamiz. Strategiya bo'yicha ko'rsatib o'taman. Bo'lish yoki meshiga minimal 3 ming so'mdan 1 1, 2 1, 3 1, 4 1 va 5 1 narxlar chiqib berish kerak. Ko'rib turibsizlar, bizga 4 1 chiqib berdi. Undan keyin ravniga tikamiz. Misol uchun 950 mingdan, ya'ni 10% ni tikaman men. Yutuq berish ehtimolligi juda ham yuqori o'rtoqlar. Har 3 tada dagon bilan qo'rqmasdan tikasizlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rib turibsizlarmi? 100% o'xshab berishligi yuqori. Tak, hop, yo'q, 7 berma bizga. Tak, to'rlar, uchlar yana 7 berdi. Yo'q. O'rtoqlar, dam oltiramiz ozgina, chunki 7 raqami kattalikda ko'p berib yubordi. Keyingi o'yinimiz Apple Fortunaga bo'ladi. Tak, Apple Fortunadan 150 ming balans tikamiz va sizlarga minda mana shu men ko'rsatib berayotgan katechalarni ochib o'ynashinglarni maslahat beraman. Nimagaki strategiyamiz shu yo'nalishda bo'ladi. Tak, har 3 tada dagon bilan 300 mingga ko'taramiz o'rtoqlar. Nimagaki agar YouTube bersa, balansinglarni o'zi qaytib qolmaydi-da. Mana ko'rib turibsizlar, bittada o'xshab berib turibdi o'rtoqlar. Bittada gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, endigi keyingi o'yinimiz yana qaysi bo'lsin? Wild West Gold o'yiniga o'ynaymiz. Wild West Gold o'yiniga minimalniy 3000 so'mdan biz 10 qo'lga orqama kattalikda 3 ta g'alaba olishimiz kerak. 3 ta katechani ochishimiz kerak. Tak, ikkinchisi ham faqat ozgina sabr bilan o'ynaladigan o'yin bu o'rtoqlar. 3 ta g'alaba bersagina keyin bizning strategiyamiz o'xshab beradi. Sabr qilamiz. O'xshab bermayaptimi? Sabr qilamiz. Shuning uchun minimalnidan o'ynaladi 3000 so'mdan. Davay. Tak, xo'p o'rtoqlar, DBBet kontoramizni yangi обновление bo'lgan versiyasi Telegramimda bor. Ko'rib turibsizlar, 3 ta g'alaba katecha ochib berdi va endi shu summamizni biz ko'taramiz. Qo'rqmagan holatda 10 qo'lga ochamiz. Ko'rdinglarmi, nima uchun men sizlarga bunaqa qilib o'ynashinglarni tavsiya etaman. Strategiya 100% o'xshab beradi. 100% o'xshab beradi. Esdan chiqmasin. Xo'p, keyingi o'yinimiz qaysi bo'lsin? Keyingi o'yinimiz chiroyli kontent qilib ko'rsatishga sizlarga harakat qilib beryapman. Iloji boricha o'rtoqlar, maksimal podдержкада bo'linglar. Swamplamga strategiyam bor o'rtoqlar. Swamplamga ham strategiyam yordamida ko'rsatib beraman. Balansimiz juda ham yaxshi balansda. Shuning uchun iloji boricha g'alabani olishga harakat qilamiz. Ketdik bo'lmasam. Ikkinchisida ham yo'q. Tak, yana bitta urinish beramiz. Xo'p, yana bitta. Minda mana shu strategiyamiz bo'yicha o'ynaymiz. Endi har 3 tada dagon qilamiz, 600 mingga ko'tardik o'rtoqlar. Faqat o'rtaga tikamiz. Boshqa joyga tikmaymiz. Faqat o'rtaga. Lekin nechtada o'xshab berishini men avvalgi emasman, bilmayman, lekin ko'rib turibsizlar, ikkinchi dagonimiz 3-urishida o'xshab berdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Balansinglardan kelib chiqib tiksanglar o'rtoqlar o'xshab beraveradi. Tak, xo'p, balansimiz max 1.400.000, shuning uchun men 350 ming tikaman va faqat chilli g'ishga tikaman va bittada o'xshab berdi. Zo'r. Xo'p, endigi o'yinimiz qaysi bo'lsin? Yana qanaqa o'yinlarimiz bor bizani? Xo'p, Games Minis o'yini bo'ladi. Games Minis o'yinimizga ham strategiya cham yordamida o'ynaymiz. Xo'p, balansimizdan 606 ming tikib olamiz. Men qaysi kateni ochsam, balans pasaytiramiz.
Men qaysi kattani olsam, sizlar xuddi shu kattani ochib o'ynashinglarni maslahat beraman. Bo'ladi 1.300.000. Bittada, misol uchun oldinglarmi yutuq chiqinglar do'stlar. Misol uchun shu summani biza bir 20 million qilsak yetadi bizga. Tak, endi biza coin mana shu crash o'yinimizdan balans ko'tarib olishga harakat qilamiz. Tak, 1.260.000 ga risk qildim. Bittasini 2x ga qo'yamiz. Ikkinchisini misol uchun ozgina ko'tarib olishga harakat qilamiz. Tak, yomon emas. Tak, hatto 4x ga qo'yamiz. Yaxshi. Oldik. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Bo'ladi. Tak, 9 million balans 22 million ko'tarildi o'rtoqlar. Menga yetadi shu summa. Iloji boricha azartga kirmagan holatda o'ynashinglarni maslahat beraman va Telegram kanalimni yana sizlarga ko'rsatib o'taman o'rtoqlar. YouTube kanalimga kirganinglardan keyin yeshuni bossanglar, Telegram kanalim silkasi bor. Bu yerda misol uchun barcha bukmekerskiy kontoralarning ro'yxatdan o'tilgani bor. Va undan tashqari mana bunaqa signallar berib borishimni ham eslatib o'tdim o'rtoqlar. Xo'p, do'stlarjonlar, sizlar bilan Lelo 23 aviator prognoz kanalida bo'ldik. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar.